Avvalambor assalomu alaykum. Men Mahbub Davron. Sizlarga o'tgan safar chiqargan video darsligimda VirtualBox'da sistemani tashqaridagi xotira bilan bog'lashni ko'rsatgan edim. Men o'shanda video darsligida o'rtasida men sizlarga va'da bergandim. Adobe FineWriter, ya'ni mana bu dastur bilan tanishtirib o'taman deb. Albatta bugun sizlar bilan buni ko'rsatib o'taman. Bu dastur nima uchun yaratilgan? Bu dastur Word variantlarida PDF qilish uchun, PDF formatlarida Word variantga o'tkazish uchun, rasmga olingan dokumentlarni ham Wordga tashlash uchun judayam ko'p yordam beradigan dastur, mana shu dastur bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki buni ko'p afzalliklari bor. Agar yana sizlarga bitta maslahat, Wordda yozilgan narsani PDFga saqlash uchun FineWriter'dan foydalanmasliklaring unchalik shart emas, chunki buni oson yo'li bor. Men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, tak. Shu WinWord albatta chaqiramiz. Mana bu narsani yozamiz. Yozib bo'ldiringda X qo'yganlarni saqlayni so'raydi, to'g'ri? Saqlayni. Ya'ni mana shu joyda ko'rsatasiz, mana shu nom bilan. Mana bu yerda dokumentni nimada yozilishini beradi, to'g'rimi? 97.2003 mi? Word va ashunda PDF degan yozuv bor mana bu yerda. Ashuni bosasizda saqlayni qilasiz. Eng oson yo'li mana shu. Juda ham PDF formatga juda ham oson o'tishni yo'li mana shu bo'ladi. Endi mashni saqlayni, men sizlarga saqlanib qo'ygan mana PDF formatni ko'rsatadigan bo'lsa, mana albatta mana bu nomda saqlanchi bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringdek, o'zlaringiz yaxshi ko'rib turibsizlar. Mana bu PDFimiz hosil bo'ldi. Ana endi o'zimizning mavzumizga qaytadigan bo'lsak, aytaylik PDF formatdagi narsani Wordga o'tkazamiz. Mana bu tugmani chertamiz albatta, mana bu yerni xohlagan narsangiz chaqirib olishingiz mumkin. Mana endi men xo'p chaqirib olaman. Albatta kamroqni chaqirib olishga harakat qilaman. Albatta открыть. Xo'sh, mana endi jarayon ketishni boshlayapti hozir. Mana bu ekranda ko'rib turganingizdek ikkita panel hosil bo'ladi. Ya'ni boshida bir boshdan bir-birini mana bu ko'rib turganingizdek tanib olish kerak. Qanaqa xat bo'lyapti, nima ketyapti, hammasini tanib oladi. Bu chunki so'ra unda tushib qolgan nimagaligini aytadigan bo'lsalaring, bu unda tushib qolgan narsalar don't copy. Mana o'zi Wordga sirazi mana olib ber. Ko'rib turganlaringni. Shu Wordga tushgan narsasi. Mana bunda oddiy misol ko'rsatish mumkin. Xohlagan narsangizni qo'shib yozsangiz bo'ladi. Chunki PDF formatda u kitob shakli bo'lganligi uchun qo'shimcha kiritib bo'lmaydi. Ya'ni qo'shimcha yozish mumkin emas unga. Qo'shimcha yozolmaysiz. Buni shunday tarafi bor. Albatta buni xuddi shunday saqlanib qo'yishingiz ham mumkin yoki buni saqlanib chiqib turib, ya'ni men sizlarga yana bitta narsani o'rgatib ketayman, unda yaqinlashtirib olasizlarda. Yaqinlashgandan keyin mana bu ko'k narsalar nimaga deb so'raydigan bo'lsangiz, bu harflarni taniy olmay qolishi mumkin. O'shanda mana shu harflarni mana ko'kartirib chiqib ketadi, lekin o'qaveradi. Xuddi shuni o'chirib olmaydi, xuddi shunday qoladi. Buni xohlasalaring mana o'z sizlarga ko'rsataman. O'chirib turib, qaytadan yozib qo'ysalaring, ijrasini qaytadan yozib qo'ysalaring, shunday turaveradi. Endi buni bittalab buni yoqib chiqinglar deb maslahat bermayman, chunki xuddi shunday saqlanib bo'lib qolaveradi. Ko'k rangsiz xuddi shunday shisha bo'lib saqlanib bo'lib qolaveradi. Ana endi men sizlarga saqlanib qolish yo'lini o'rgataman albatta. Mana perzat qilganligimdan keyin mana bu yerga tashlab beradi. Albatta ko'rsatgan narsam. Tekst bosasizlarda xohlagan joylaringga bemalol saqlanib qilib olaverasizlar. Endi xo'sh, men rasmga olinganman. Endi men sizlarga boshqa narsasini ko'rsatishga harakat qilaman.
bunda biz noviy zadacha qilamiz. Masalan, rasmdagi nimani Wordga olib o'tamiz. Net uzr kechirasizlar. Net albatta. Bunda xo'sh rasmga olingan narsalarni men topib olishim uchun fotoni chekirib bu mana как раз topildi. Mana endi hozir bunda jarayon ketyapti albatta. Buni tanib olib birdaniga skanerovat qilib keyin Word tomonga tashlab berishga harakat qiladi. Chunki bu telefonda, oddiy Galaxy telefonda rasmga olingan narsa. Bu rasmga olingan narsani bu uchun shu qulayki, men sizlarga aytdim boshqa, juda ham ko'p qo'llaniladi. Ya'ni hujjatlar borasida ayniqsa juda ham ko'p ishlar olib boriladi. Shuning uchun juda ham katta yordam tegadi buni. Buni albatta bittalab yozib o'tirish shart emas. Shunday qilib rasmga olib turib tashlab olish imkoniyati borligi uchun sizlarga albatta ko'rsatyapman. Yana bitta oson tarafini hozir men sizlarga aytib ketaman. Mana ko'rib turibsizlar. Albatta bu yozuvlar edi, sonlar. Mana ko'rib turibsizlar. Xuddi mana shunday narsaga tashlab beradi. Keyin buni bitta yomon tarafi bor. Yomon tarafini aytadigan bo'lsam, agar rasm yaxshi olinmagan bo'lsa yoki xira olgan bo'lsa, qo'lingiz qimirlab ketib qolgan bo'lsa, buni chochib yuboradi. Ya'ni mana bu holatni ko'rib turibsiz mana. Buni choch. Buni yana bitta zo'r yaxshi tarafi bor. Masalan, buni agar imkoniyatingiz bo'lsa yoningizda, agar zadacha qilamiz. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, albatta printer bo'lsa, uyda printeringiz bo'lsa, o'sha listni printerda kopiyasini ichiga chiqib turib, Skynet va Microsoft Word'ni boshlashingiz mumkin. Hozir menda yo'qligi sababli shunchaki ochgan joyigacha ko'rsatishim mumkin. Mana hozir sizlarga ko'rsatib Skynet yo'q bo'lib turibdi. Mana shundan PDF olishlaring mumkin. Albatta videom yoqdi deb o'ylayman. Sizlarga oz bo'lsa ham yordam berdim deb o'ylayman. Kattakon rahmat.